Alloh subhanahu tabaraka va taolo Munofiqun surasida shundoq marhamat qiladi. Va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula robbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Va Alloh subhanahu tabaraka va taolo aytayaptiki, ey iymon keltirgan bandalarim, biringizga o'lim kelib, Robbim agar meni o'limimni yaqin muddatga, ya'ni ozginaga bir orqaga surib tursanki, bas sadaqa qilib, xayr ehson qilib, solihlardan bo'lib olsam deb aytmasligidan avval biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan nafaqa qilib olinglar deyapti Alloh taolo. Alloh subhanahu tabaraka va taolo bu oyat karimada yana siz bilan bizlarga bir narsani aytib o'tyaptiki, insonga o'lim kelgan holatda mo'min odam nimani orzu qiladi desa, qaniydi Alloh menga ozgina imkon bersa-yu, xayr ehson infoqlar qilsam derkan. Lekin unda vaqt berilmaydi, imkon berilmaydi. Sizlar shu mahal kelmasdan turib oldin qilib olinglar. U paytda kech bo'ladi deb Alloh taolo siz bilan bizlarni ogohlantirib o'tyapti.